Do'stlar, hammaga salom. Rasman iOS 26.1 versiyasi keldi. Bu Texnigo kanali. Siz esa videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. iOS 26.1da qanaqa o'zgarishlar bor, yengilliklar bormi desanglar, barchasini mana shu videoda sizlar ko'rib olsanglar bo'ladi va batareyka samaradorligi ham oshganmi yoki yo'qmi va iOS 26.1ga obnovlение qilishga arziydimi yoki yo'qmi, barchasini mana shu videoda aytib o'taman. iOS 26.1da ilovalarning ko'rinishi ikonkalar sal tomliroq bo'lgan. iOS 26.01 versiyasiga qaraganda 26.1da ilovalarning ko'rinishi sal tomliroq bo'lgan. Birinchisi, telefon ilovasida klavish bo'limida o'zgartirishlar kiritilgan. Ya'ni iOS 26.01 versiyasida sonlarning ko'rinishi, ya'ni orqa foni tomliroq edi. Endi iOS 26.1da yarkiroq bo'lgan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. iOS 26da Liquid Glass kimlargadir yoqdi, kimlargadir yoqmadi. Mana endi siz iOS 26.1da xohlasangiz yoqib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qanaqa desangiz, uning uchun siz настройкаga kirasiz, kirganingizdan keyin ekran и яркостьga kirasiz, kirganingizdan keyin Liquid Glassga kirasiz. Xohlasangiz prozrachniy qilib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz однотонный qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin buni siz faqatgina xabarnomalar kelganda ko'ra olasiz, ya'ni seza olasiz. Buni zaryadkaga ta'siri bormi? Ya'ni batareyka samaradorligiga ta'siri bormi? Zaryadga sekinroq ketadimi? Ya'ni однотонныйga qo'yib qo'ysang, ya'ni Liquid Glass effektini o'chirib qo'ysang ko'proq ketadimi desanglar, yo'q. Xohlasangiz yoqib qo'ying, xohlasangiz uni o'chirib qo'ying. Batareyka samaradorligiga umuman ta'siri yo'q. Uchinchi o'zgarishga keladigan bo'lsak, iOS 26.1da ekran blokировка holatda siz o'ng tomonga suradigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda kamera ilovasiga kirib ketadi, to'g'rimi? Buni endi siz blok qilib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni kirmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi demoqchiman. Uning uchun siz настройкаga kirasiz. Настройкаga kirganingizdan keyin kamera ilovasiga kirasiz. Kirganingizdan keyin oxiriga tushirasiz. Запуск камеры по экране блокировка degan funksiyasini o'chirib qo'yasiz. Ekran blokировка holatda siz o'ng tomonga sursangiz, umuman kamera ilovasiga kirib ketmaydi. Lekin menga bu narsa juda ham qulay va tezroq men kameradan foydalanishim kerak ekstremniy holatlarda. Yana bitta qulaylik tomoni, men fonarik yoqganimda fonarik o'chirish uchun yana qaytadan mana shu knopkasini bosib o'tirmayman. Yoqganimdan keyin o'ng tomonga ozgina suraveraman, avtomatik ravishda fonarik o'chadi. Mana shu tomonlari qulay, kimgadir noqulay. Xohlasangiz yoqib qo'ying, xohlasangiz o'chirib qo'ying. O'zingizga bog'liq. To'rtinchi o'zgarish, foto ilovasida ham bir dona o'zgartirish kiritilgan, ya'ni iOS 26.1da. Qarang, iOS 26 ning o'zida videoni peremodkasida, ya'ni video ko'rayotgan paytingizda siz u sekundidan bu sekundiga o'tayotgan paytingizda peremodkasi juda ham katta edi 26da. Endi iOS 26.1da esa dizayni o'zgargan, ya'ni avvalniy bo'lgan va kichikroq bo'lgan va juda ham qulayroq bo'lgan va tomliroq bo'lgan, ya'ni ko'zga ko'rinadigan bo'lgan. Mana shunaqa o'zgarish. 5-o'zgarish, iOS 26da siz budilnik qo'yganingizdan keyin budilnik chalinayotgan paytda ekran blok holatda siz budilnikni to'xtatib turish uchun bir dona knopka bo'lardi, to'g'rimi? Mana endi iOS 26.1da slide to unlock degan knopka paydo bo'lgan. Ya'ni xuddi iOS 4 kabi, iOS 5 kabi, ya'ni telefonni blokdan ochayotgan paytingizda o'ng tomonga bundoq qilib surasiz-ku, bunda ham xuddi shunaqa qilib qo'yishgan, ya'ni budilnik rejimida. Endi savol berishingiz mumkin. iOS 26.1da batareyka yetib berishi yaxshiroq bo'lganmi yoki yomonroq bo'lganmi yoki o'shami? Mana shu savollarga hozir javob beraman. Razyetka kanali test qilib ko'ribdi. Ya'ni iPhone SE 3-pokoleniyasi, iPhone 16e, 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 17 ning o'zi, 17 Pro Max va iPhone 17 Pro ning o'zi va iPhone Air'larni test qilib ko'ribdi. Internetda yoqgan o'zini internetini va TikTok ilovasiga kirgan, maksimal yarkistni ko'tarib qo'ygan. Test natijalarini hozirlar bilan tanishtirib o'taman. Bu natijalar hammasi iOS 26.1 release kandidat versiyasida tekshirib ko'rilgan. iPhone SE 3-pokoleniyasi 3 soat 47 minut tinimsiz ishlab bergan. iOS 26da esa 3 soat 34 minut ishlagan. 13 minut ko'proq ishlab bergan iPhone SE 3-pokoleniyasi. iPhone 16 Pro 5 soat 40 minut ishlab bergan tinimsiz. iOS 26da esa 5 soat 58 minut ishlagan, 18 minut kamroq ishlagan. iPhone Air 5 soat 59 minut tinimsiz ishlab bergan. Lekin iOS 26da esa 6 soat 29 minut ishlagan. Farqi qaranglar kattaligini, ya'ni iOS 26 ning o'zida yarim soat ko'proq ishlab beryapti iOS 26.1 release kandidat versiyasiga qaraganda. Apple deganlarning kallasi juda ham yaxshi ishlaydi-da. Nimaga desanglar,
Air uchun alohida bitta bir power bank ishlab chiqazdi-ku. U power bankning narxi hozirgi kunda $130, $140 sotilyapti bozorda. Power banklar yaxshi sotilmayapti. Davayte iOS 26.1 da iPhone Air batareyka samaradorligini, ya'ni iOS 26.1 da yangi versiya chiqarganimizda Air imonni batareyka samaradorligini kamaytiramiz-da, ishlatayotgan odam biladiki, cho'ti nimadir netto zaryadga ham kamroq yetyapti. Bu uchun imonni alohida power bank chiqazgan-ku Apple o'shani sotib oladi deydi. Qarasa sotib oladi, Apple uchun bu marketing. Tushunasizlarmi? Yomon xitriylik qilyapti mana shu joyda. iPhone 17 ni o'zi 6 soat 44 minut ishlagan. iOS 26 da esa 6 soat 51 minut ishlagan. 7 minutga kamroq ishlagan. iOS 18.6 da esa iPhone 16 Pro Max 8 soat 28 minut ishlagan. Bu degani 1 soat farq qilyapti. Apple yomon xitriylik qilyapti. Marketing uchun qilyapti deb o'ylayman, chunki mana 17 Pro Max chiqdi. Ya'ni iPhone 17 Pro Max ni sotib olish maqsadida yangi versiya chiqarilyapti. Mana o'sha yangi versiyani urilgandan keyin batareyka samaradorligini kamaytiryapti va bu yoqdan iPhone 17 Pro Max larni batareyka samaradorligini oshirib boryapti va odamlarning qiziqishini ko'proq oshiryapti iPhone 17 Pro Max ga, ya'ni sotib olishga undayapti. Umid qilamanki, iOS 26 ni hali bu versiya bilan to'xtab qolmaydi. Keyingi versiyalar chiqqanda menimcha bu narsalarni batareyka samaradorligini sekin-sekin oshiradi deb o'ylayman, ya'ni iPhone 16 Pro Max dagi ham deb o'ylayman. iPhone 17 Pro ni qarang. iOS 26.1 da 7 soat 47 daqiqa ishlab beryapti. iOS 26 ni o'zida esa 7 soat 9 minut ishlayapti. iOS 26.1 ga siz obnovleni qilyapsiz, 40 minut ko'proq ishlatyapsiz. Bu yaxshi natija. Lekin hamma ham iPhone 17 Pro, 17 Pro Max sotib olmaydi-ku, chunki narx-navosi juda ham baland. Chunki $1,400–1,500 dan baland. Chunki hamma ham yangi iPhone sotib olmaydi. 17 Pro Max 8 soat 40 minut ishlagan. iOS 26 da esa 8 soat 6 minut ishlagan. Salkam 34 minut ko'proq ishlagan. Bu yaxshi natija. Xullas, mana shunaqa yangiliklar iOS 26.1 da sizlarga 5 ta yangiliklarni, ya'ni qanaqa o'zgarish bo'lganlarini ko'rsatib berdim. Qaysi iPhone'larga maslahat beraman? Ya'ni iOS 26.1 ga obnovleni qilishni. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 va iPhone 15 dagilar bemalol obnovleni qilsa bo'ladi. Batareyka samaradorligi umuman ta'siri yo'q. Faqatgina iPhone 16 Pro va iPhone 16 Pro Max va iPhone Air va iPhone 17 ni o'zi ishlatuvchilar ular obnovleni qilmasa ham bo'ladi, chunki ular obnovleni qilgandan keyin batareyka samaradorliklari ozgina bo'lsa ham tushgan va iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max lar ham bemalol obnovleni qilsa bo'ladi. Sizlar bilan aziz bo'ldi, bu Texnogo kanali edi. Siz esa videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi roliklargacha ko'rishguncha